qaltirab kalomini eshitganimizda ko'zlarimizga nam kelsin. Rasululloh shunday marhamat qildilar. Ilohim kalomullohni hammamizni qalbimizga, tanamizga, vujudimizga nur bo'lsin. Hayotimizga nur bo'lsin. Xonadonlarimizga nur bo'lsin. Qur'on o'qilingan joyga Allohning nuri yog'iladi. Qur'on o'qilingan xonadonda baraka bo'ladi. Qur'on o'qilingan xonadonda ajralish bo'lmaydi. Janjal, urush, janjal bo'lmaydi. Ilohim hammalarimiz xonadonlarimizda oxirlab qoldi. Qur'on o'qilinsin. Baraka bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Yanagi Ramazongacha qaysi bir xonadonda Qur'on o'qilinsa, qaysi bir xonadonda xatm bo'lsa, kelgusi Ramazongacha janjal bo'lmas ekan. Urush, janjal, tortishuv bo'lmas ekan, er xotin tortishmas ekan, ajrim bo'lmas ekan u xonadonda.